Assalomu alaykum. Qo'qon mol bozorini bir obzorni qilamiz. Xo'p, avvalo aytib o'tish kerakki, hayitdan keyingi bozor hali jonlanmagan unchalik. Taklif ko'p, talab kam. Shuni hisobgadir, balki narx-navolar juda dehqonlar uchun achinarli holatda past. Mol savdosida ham, qo'y savdosida ham narx-navolar past. Boqma qo'ylar narxini aytish mumkinki balandroq so'rashyapti. Lekin semiz qo'ylar narxi juda past. Molda ham xuddi shunaqa. Bizga guvoh bo'lgan savdolarda deyarli baraka bo'lmadi, sababi o'sha narx-navolarni xaridorlar tomonidan past so'ralayotgani shu savdolar baraka bo'lishiga baribir ta'sir qilyapti. Balki oy oxiri bo'lgani uchundir, balki shu hayitdan keyingi holat bo'lgani uchundir. Lekin oluvchi bilan sotuvchining o'rtasidagi narx, aytilayotgan narx bilan olinayotgan narx o'rtasida tafovut juda katta. Qattiq qo'zilar ekan bu. To'rbiga qattiqki o'zi. Necha 4-5 oyliklar bor? Soy bilan so'roy orasida. Sotgan qo'zilarni yunglarini olib ana tushga pardasini Qozog'istonlik. Bular qulog'ida yana qaz chiqadi. Nozik sirdalar tushdi. Va optis eshitdi. 4 million. Resmi gitdim, sar. Korkmadı. Terme kemen dedik, yığıp gelin. Buradan yığ var. Kırgızistan. Kazakistan pozisyon. Hiçbir soru olsun mu? Soruyorum. 4-5 aylığı var. Daha 2 ayarıma sorayım. O gün yaptım. İyi bir çizgi var. Sattınız mı? Ha satmadınız. Satıyor. Tamam. Satıyor. Yerli varış geniş mi sandı? 4 milyon daha. Yeterli var işte. Tamam sattım. Yeterli var işte. Ne iş ne söyleyeceksin? Bir aylanı vurgun kuralım. Size diyeyim. 70'te yetilgen koy vardı. 3 tane araştırı var şerif. Zaxta bor edi, ona qo'yilib qo'zilar bor edi, ularni ko'tarib yo'ldan o'zimizga joyda sotib yordikda. Endi bu yoqqa yig'ish keyin olib kelish kerak. Ular Hasanboyda joyimizda. Aylanib ko'rib chiqib narx-navolar. Bozorni bersin. Ha? İşte böyle. Selam. Selam. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağlar dersiniz. Rahmet. Kaç başı oldu ilan falan. Niş buldu asmak bana? İşte ortadan olsun. Niş buldunuz kaç tane? Koruyanımdan söylüyorum. Koruyor. Havası bir joy. Ya o'zimiz ham Jizzaxda yaqinda sotib tushdik qo'zilarni. Shunga narxni bir ko'rib o'rgan edim. Qo'rani to'ldirish kerak edi. Yetilgan qo'ylarimiz bor, 100 so'dan oshiq semiz qo'ylar. Shuni almashtirishim kerak.
Ha. Ya arzon bo'lsa sotilib ketaverar ekan. Arzon sotilib ketaverar. Maydaroqlarini 207 dan olib ketishdi. 140 ta chiqdi. Yerigini 3 million 300 mingdan 390 bitta. Donini sotardi. Shu shular ichida mana bunaqalari bor edi. Yiriroqlar mana bunaqa edi. Maydaroqlari ham bor edi. Alloh xayr bozorini bersin. Baraka bo'ldi. To'rt yarim ming yapon kamon bor. Bozor bilan narsa qildim. Bozor endi donaga 4 milliondan so'rayapti. Bir joyda 37-38 dan qilyapti. Buning boshqa bo'lsa 10 bitta o'zim qo'y bari. Tashab qo'ying. Yo'q, olish kerak anaqa. To'g'ri, oldin qo'ylar o'zdan qo'ylar sotishimiz kerak. Qattiq o'zi. Surxondaryodan. Uyingni olib dorisini qilsa yayrab ketadi. Semiz qo'y bo'lsa sotish kerak-da. Semiz bor 100 dan osh. Yetilgan qo'y bo'lsa sotish kerak. Men narx-navolar bilan boshqalar bilan salani qoldi. Qayerdan? Yaqin Tevan. Buzilgan ekanman. Bozor bilan narsa qildim. Hozir sakkiz ham. Ular qo'zi ham. Bunisi o'tgan bu. Ana pulni boshlab. Sotishgan qo'zilarimiz mashinalar ham bor edi, to'g'risi. Hop. Jizzaxda sotishgan qo'zilarimiz bor, orasida mashinalar ham bor. Hozir so'rayman, to'rayarim deb. Kaçtan aka kaçtan? Neç tundoz? 4 milyon optum ya gel. 3-4 oylik. Samarqand aka Samarqand chiqqan. Adam kelavermay bunaqasi aka. O'zi Baxmaldan sotish ustida yaqinda. Ha. Aslida bunaqalari ham bor edi, mana maydaroqlari ham bor edi. 3 million 300 mingdan optimga berib Ona qo'yini, qo'zilarni hammasi. Narx yumshoq bo'lsa ketaverar ekan, lekin olish qiyin. Bularniki 15 million qilsam yo'l otib kelaveradi. Shunasiga 15 million. O'ttiz olsin. Nima parol ekan? Nima parol ekan? Sağ ol. Moral Bazen ekran var. Yo'g'i bor yo'q. Yok yok ya. Kurulu koy. İşte suyu karış. Su
Bak ne ekti? Ha? Ne ekti? Yo'q, shu yangi suya ushalmaydi. Semizmiz. Havza bilan, havza. Arasanga qo'shilganmidi buni? Ha? Arasanga qo'shilganmi? Ya, qirg'iz qaradisini oladi. So'rol. Merhabalar, siz Qalaysiz? Yaxshimiz. Qirg'iz qo'ygan qatormisiz? Qirg'izlar qattiq. Vaqtizmi sразу? Rasman. 5 tane olsa, qo'y biratan. Qirg'izdan beraman. 6 ta qirg'izdan beraman. Oradan beri bir tane var dedi. O'zi beraman. Biri oradan. Yo'q, okey. Biri oradan alıyor dedi. Bora gapi. Yaxshi so'zladi. Qirg'iz qari. Hech bir so'rasizmi qirg'izlik? Ko'ring, mana bilan 8, 7, 5 yillari bor. Maydarola. Qo'ziluvli. 4-5 oylik qo'zil. Mana bitta urg'ochisi bor ishda. Urg'ochi ham katta, yirik. Nima bo'ldi aka? Va hani olib keluvdik Qozog'istondan. Shunaqa qaradik. Hozir mana shu 107 hozir 100 ta qoldi. Shu 100 ta semirib ketganlarni qarodasimiz. Ha? Endi boqiladi, endi boqma. Nechmi so'rasizmi? 6. Buzilgan. Bo'lsa, meselasi. Ma'lum. Shu. Yaxshi tarafi dumbalar osilib ketgan. Mana qo'yi ko'rishmadi. Kichkina. Besh ming do'stlar. Salom. Aralashib 7,5 ming. Shemi ko'p. Ha, sheyga o'tyapti, ko'ring. Sheyga o'tyapti. Chiqaryapman bari. Mana shu semya sochish kerak. Bu mesajni hozircha Güzel. Güzel. 5 milyon. Yararlı. Bu Afgan paroda. Kaç tip toylu koyuyor yani? Tip boş harcı aldı. Aynen. Rangi royu görünüş var şöyle. Cesedem Allah'ı korup duruyor. Ne böyle? Yemleş kiredi. Bu bollardan ajratilgan shunda uchun. $1000 tushyapti. 6 pul.